Assalomu yurtdoshlar, kanalimiz yotuvchilari 2 etajli ixcham hovli joyimiz sotib olgan ekan. Yurtdan ishning joylarimiz tushgan. Berimiz yana toshlar döşalib turibdi. Ellar istashga bo'lgan gaz suv svetdan muammo yurtdoshlar. Uyimiz tayyor holatda podключ to'g'ri girib yashaladigan bo'ladi. Lokatsiyamizga keladigan bo'lsak, lokatsiyamiz o'pka bansining yonidan girsangiz ham bo'ladi. Buna zapravkani eldan girib kelsangiz ham bo'ladi. Hamma udobniy, ishi normazda xonadonni ko'rib chiqamiz. Fasadlarimiz ham jatilib turibdi. Ucu xonadonlarımızda yaşab turibdi yanında. Şu joyimiz qan, Xudo sotiladi. Bismillah. Uyimiz yine remontdan chiqib turibdi. Oyoq telarimiz laminat, oboydan chiqqan. Shunday holatda. Bemalol kelib ko'rishingizni tavsiya etamiz. Bahosan, yurtdoshlar в общем zo'r bahada. Buyon tarafimizda girish qismi bahosini oxirida aytib o'tamiz. Kim ma'qul bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Yerimizda umumanliklarimiz yine kafillarimiz qo'yilgan. Avtomatga tashalib turibdi. Eshigimiz ham 2 eshikli. Yerimizda oyna bor, registrlar tashalgan bo'ladi. Yonimizda ham registr tashalgan. Yerimizda ikkinchi chiqadigan fotomiz, aristonimiz, nasoslarimiz bir o'rnatilgan. E'tibor beramiz. Bir de shunday koridor, chap qo'limizda sanuzel. Kafedan chiqib turibdi, ajoyib bu. Onda joyimiz birida joylashgan. Yerimizda kuxnyasi. Bedamina kanalizatsiya suv to'shishimiz po'lni o'tib turibdi. Registrlar tashalgan, aynamiz akva. Yerimizda yana bu kontenli katalogimiz o'rnatilgan. Bog'imiz ham bor. Kichikroq bo'lsa ham yana xohlasa kirpi saramandidan va ba'zi bo'ladi. Oylarga masalan kerak bo'lgandan keyin ko'chaga sarsangizlar yaxshi. Şaşıya sezarım kazan koysazlarım sıxadı. Birimizde yine ikinci de çıkan xotumuz. Zinalarımız kuyma. E'tibor beramiz. İkinci etajında 2 xonasi var. Pastda yine yerganimizda dalon, tepada 2 xonasi var. O'ng qo'limizdan tushuntiradigan bo'lsak, birimizda yine bir xonasi tushgan. Xonamiz keng. Oboydan chiqib turibdi yine oyoqtelar laminat. Registrlarimiz qo'yilgan. Yan tarafimizda yana bir xonasi. Cho'na domda 2 xonalı kvartira beradi. Buni bahosini narxini keladigan bo'lsak, narxi 340 million. Kim ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasiz, suruvchi sotib olgan ekan. Sotiladigan uylaringiz bo'lsa, bemalol telefonga sotishda yordam beramiz. Niyat etgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, Alloh taolo yetarsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.